Bugün Qərb bizə jurnalistikanın qaydalarını öyrədirdi dünənə qədər ki, bu düz olmalıdır, ədalətli olmalıdır. Qarabağ savaşında biz gördük ki, Qərbin jurnalistikası ikili standart uygulamağa başladı. Dezinformasiya məlumatları verdi. Və bir televiziyaçı kimi, bir jurnalist kimi bugün biz görürük ki, süni intellektlər çıxmağa başlayır. Və bu yapay zəkalar, bu süni intellektlərlə istənilən xəbəri fake eləmək olar, yalandan videonu fake düzəltmək olar, şəkili fake düzəltmək olar. Bax, bir televiziyaçı kimi Türk dünyasında bax, bu televiziyanın gələcəyini necə görürsünüz? Biz ötən yılı 2024 yılda Toshkentda bir forum o'tkazildi. Bu xalqaro forumning nomi dezinformatsiyaga qarshi kurashish, yolg'on ma'lumotga qarshi kurashish. Va bu Ozarbayjon media sohasining rahbarlari, O'zbekiston media sohasining rahbarlari bir joyda xuddi siz berayotgan savol o'rtaga tashlanyapti-da. Bugun dezinformatsiyaga, yolg'on ma'lumotga qarshi kurashish masalasi. Bugun dunyoni go'yoki yolg'on ma'lumotlar bosib ketdi. To'g'rimi? To'g'ri. Mana bunga endi nima qilmoq kerak? Birinchidan, bugungi jurnalist nimani yoritishdan ko'ra, nimani yozishdan ko'ra, nimani yozmaslik madaniyatini ham bilish kerak. Telefonda ko'ramiz, palon joyda xullas inson ma'naviyatiga ta'sir etadigan, tilda gapirib bo'lmaydigan so'zlar ochiq-oydin chiqib ketyapti. Bu nechog'liq muhim? Bu kimningdir kim bilan nimadadir faxsh bir narsa qilgan ishlari nechog'liq auditoriyaga muhim? Bu masalalar, mana bularning ko'plari yolg'on ma'lumotlar. Endi buning uchun siz aytdingiz, har bir tomoshabinni tarbiyalash ma'naviyati muhim o'rin tutadi. Bizda auditoriyamizda sizni bizni eshitayotganlar bor, ko'rayotganlar bor, ko'rmasdan o'tkazib yuborayotganlar bor. Nega bilasizmi? Chunki uning tafakkuridagi sizni ko'rsatuvlaringizning suhbatlariga ongli ravishda tushunib yetmaydigan auditoriya ko'p. Biz uni auditoriyani yaratib olish kerak. Bilimli, ma'rifatli, butun oqni qoradan dezinforfikni yaxshi bir farqlay oladigan biz shunaqa auditoriyani birinchi tayyorlab olishimiz kerak. U qachon tayyor bo'ladi desangiz, bu endi bir uchi ta'limga borib taqaladi. Maktablarga borib taqaladi. Maktablarda kitob o'qish bilan bog'liq masalalar. Bu ma'naviyatli xalq, ma'naviyatli yoshlar nimani ko'rish muhimi, nimani ko'rmaslik muhim emasligini u yurakdan, qalbdan o'zi tushunib yetish kerak mening nazarimda. Meni telefonimda ham ertalabdan juda ko'p masalalar keladi. Meni uchun ular qiziq emas. Lekin kimni uchundir u juda qiziq u. U butun hayoti mana shunga qurilgan. Ular uchun qiziq. Endi bunday holatda nima qilishimiz kerak sizni biz? Butun turkiy dunyo nima qilish kerak? Mana shunday holatda endi butun boshli media uyushmalar tuzilishi kerak. Birlashmalar tashkil qilinishi kerak. Milliy xususiyat Ozarbayjonda madaniyatini, O'zbekiston madaniyatini, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, turkiy dunyo xalqlarining milliy madaniyatini kerak bo'lsa tinimsiz yoritish kerak. Tinimsiz ular haqida ko'rsatuv qilish kerak. Filmlar, ko'rsatuvlar, qanaqadir bir vositalar ishlab chiqilishi kerak. Ularni o'rnini bo'shliq, hozir bo'shliq bor. Bu bo'shliqni to'ldirmasak bo'lmaydi. Uning u bo'shliqni to'ldirmasak, uning o'rniga boshqa masalalar kelib chiqadi. Siz aytayotgan o'sha g'arb madaniyati singdirilgan, qanaqadir kir maqsadlar singdirilgan, yoshlarimiz ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan multfilmlar egallab ketyapti. Mana bu juda millatlarni qayg'uga bir soldiradigan,
bir o'ylab, chuqur o'ylab ko'rdiradigan masalalar bu. Siz hozir ko'rsatayotgan masalalaringiz nafaqat ikkimiz, bu bir biz shaxs sifatida gapiryapmiz. Lekin buni global bir miqyosda, davlatlar, hukumatlar miqyosida bu masalalarni o'ylab ko'rilyapti hozir. Shuning uchun ham biz aytdik, o'sha turkiy tilli davlatlarda mana bir narsa o'sha kuzatuvchi sifatida mana ommaviy axborot vositalarida mana shunday buyuk uchrashuvlarni ko'rib boramiz va u yerda bitta bizni xursand qiladigan narsa faqat milliylik, milliy o'zlik masalalari ko'tarilib ketyapti. Alifbo birligi haqida mana Ozarbayjonda juda katta fikr aytildi. Hozir o'rta alifbo haqidagi qadamlar tashlanyapti. Yoki o'sha platformaning yaratilishi haqida takliflar qabul qilindi. Bular hammasi nimaga xizmat qiladi? Bular hammasi sizni bizning madaniyatimizni targ'ibotiga, bir-birimizni chuqur anglashimizga olib keladi. Siz bilan biz boshqa bir millatning tilida gaplashmasligimiz kerak. Just. Siz bilan biz o'rta tilda gaplashishimiz kerak. Bizni mana xuddi biz anglayapmiz-ku bir-birimizni. Bəli. Bizni farzandlarimiz ham xuddi shunday anglash kerak. Düzdür. Siz Toshkentga mehmonga keldingiz, men quchoq ochib kutib oldim. Nega bizni farzandlarimiz sizni farzandingiz bilan shunday bo'lmasligi kerak? Düzdür. Nega ular o'zbek tilini qisman bilmasligi kerak? Nega mening farzandlarim Ozarbayjonga Çok da zor bormasligi değil. kerak? Biraz dinleyince anlamaya, düşünmeye başlayırsan birbiri. Çok da rahattır yani. Judayam mana bu masalalar bor. Mening farzandlarimni Ozarbayjonga olib borishim kerak. Bilasizmi? Sushaga bordik. Bu yerda Qarabog' masalasi bütün Ozarbayjonlarning og'riqli nuqtasi edi. Ming shukrki, shukrlar olsun, Çok şükür. go'zal bir maskanga aylandi. Va O'zbekiston prezidenti Mirzo Ulug'bek maktabini qurdi. Ko'rdik, ta'sirlandik. U yerda O'zbekistonda borgan o'quvchilar bor bu yerda. Biz ko'rdik. Ko'zlarida quvonch bor. Millat yoshlari bilan millat yoshlari bir-birini tabriklayapti. Xursand, ko'zlarida bir sevinch yoshlari bor. Mana birdamlik. Buni hech narsa bilan almashtirib, alishtirib bo'lmaydigan xususiyatlar bor. Düzdür.